Salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek shoh kapama emas, KS kapama do'stlar. Lekin o'zgartirdim. Bo'lmasam ketdi, obzor qilamiz. E63mi do'stlar? Ko'rib turganingizdek, old faralari oq. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yerda bamperlari ko'rishingiz mumkin. Emblemalaridan qoraytirib qo'yganman, ko'rinmaydi emblemalar. Mana ko'rishingiz mumkin, logolarni yashirganman. Mana bu yerga yaqinda oldingi eshikimda bor edi, endi bunga ham BMW Killer deb qo'yaman do'stlar. Diskasini ko'rishingiz mumkin. Diskasi ham cho'tkita diska. Ajdaha где-то monster degan narsani bildiradi. Ajdaha yozib qo'yilgan. Bolalarga mashina 612 ta ot kuchi, 695 ta edi. Boya toqqa chiqamiz deganlar uchun akam aytganlar uchun ot kuchini kamaytirib qo'ydim. Nomer sal pastga tushib qolgan, mayli, AMG yozuvlari bor, hali emblemalari yasaganim yo'q. O'zi ancha kundan bir oymi, 2 haftadan beri kirganim yo'q kar parkingga do'stlar. Prosta yurdim. Bugun akam o'ynaymizmi deb qoldi. Bo'shidagi bugun. Mayli aka dedim. Kar parkga o'ynamoqchi edim. Bir ulashdi, undan keyin ulash bo'lmadi. Ulashgandan keyin o'ynamaymiz deb naq qo'ydik. O'ynamayapmiz endi, o'zim o'ynayapman. Onlayndaman do'stlar. Offline o'ynayapsan deganlar uchun do'stlar. Mana zaryadam olyapti telefon. 4G da internet yonib turibdi do'stlar. Onlaynda o'ynayapman. Kimdir kiradigan bo'lsa, bemalol server ochiq. ID'mi hozir ayta olmayman, to'g'risi esimda yo'q. Instagram kanalimga kirib KSKPMga deb yozsanglar qidiruv bo'limiga. O'sha yerda Instagram bioni pastida yozib qo'yganman. ID'm bir balo xullas kirsanglar bo'ladi. Telegram kanalimda ham ID bor do'stlar. Bemalol kirib o'ynasanglar bo'ladi do'stlar. Hozir YouTube'ga video ketyapti. Ko'rishingiz mumkin. Syomka qilyapman. Shunaqa gaplar do'stlar bo'lmasa. Xullas do'stlar, kimlar kiradigan bo'lsa videoga tushib qolasizlar. YouTube'ga hozir hech kim yo'q ekan onlaynda. Ba'zilar bor, ba'zilar yo'q. Hech kim yo'q onlaynda. Server ochib kirdim. Agar mabodo Karim kiradiganlar bo'lsa, bir YouTube'ga video qilamiz. Edit ham qiladiganlar bo'lsa, normalni mashinada kirsanglar edit qilamiz. Hozir ko'cha aynalgan chiqdim. Hech kim yo'q ekan. Odam yo'qligidan o'tiribdi. Ba'zi payt odam tiqilinch bo'ladi, ba'zi payt umuman yo'q bo'ladi. Shu yo'q paytim o'yinda bo'laman. Stream qilmaysizmi deganlar uchun streamga vaqt bo'lmayapti do'stlar. Prosta hozirgi video ham 3 minutli video bo'ldi, 3,5 minutli edi. Oldin 10-15 minutli bo'lib ketardi do'stlar. Kechirasizlar, Telegramdan keladigan soобщениyalarga. Ko'pchilik ishga sotmaysizmi deganlar uchun do'stlar. Mayli, agar kimdir kirib qolsa o'yinga oldi. Ozgina kutamiz. Agar olmasa, tamom ketdi. 1 so'm qo'yaman, free deb yozmayman. Bepul kelib tushaman mana mashinadan. E63S AMG Mercedes-Benz 612 ot kuchi. O'zi ko'p yurmaganman, 23.500 kilometr yurganman mashina. Chotki, yili 2023-yil do'stlar, ko'rishingiz mumkin. 23-yilni dahshat mashinalardan biri. Melstroy deb yozib qo'yaman oldiga. Xullas, sizlar bilan har doimgidek shoh kapaman. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib qo'yinglar. Yangi toychog'im zo'rmikan do'stlar? Mana bizani yangi toychog'imiz Tikodan sal kattaroq deydi. Xullas, videomiz yoqqan bo'lsa like bosinglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun gonkani yoki toqqa chiqamiz. Yaqinda video chiqadi bugun ham do'stlar. Chiqish kerak, lekin chiqib qolsa kortej ham bo'ldi bugun. Bilsanglar, bundan 2 soatmi 3 soat oldin sxotga bo'ldi. Kirganlar kirdi. Instagram kanalimga qo'ydim, YouTube'ga ham qo'ydim do'stlar. YouTube'da ham, Instagramda ham bor do'stlar. Bemalol kirishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek shoh KS kapaman.